Assalomu alaykum sizlar bilan Sadi TV kanalida Sobirjon Televizion kompaniyasi sifatli terma 65 hamda 6000 turi haqida ma'lumot beramiz. Bugungi joyimizda oynalari ham niya beshni holatda, agar sizlarga xuddi shunaqa sifatli romlar kerak bo'lsa bog'lanib beqaroq qilib qo'yamiz. Xizmat qilishni davom etamiz. Obyektimiz juda ham niya beshni holatda bo'lgan, ko'rishingiz mumkin. Buni oynalar alohida e'tibor qilamiz. Oynalari oltli bo'lgan, tashqarisi gulni ko'rishingiz mumkin, juda ham ideal holatda. Bu ishlangan qo'l mehnati orqali. Eshik romdan tashqari alohida gulni metr kvadrat o'rtacha 110-120 dollar atrofida boshlanadi. Bu sifatli. Mana gul ham xuddi shunaqa. Ko'rishingiz mumkin. Bir-biriga o'ta mos kelgan. Chekkalarga tegalardan keyin ham chiroyli chiqadi. Xo'p, profilimiz eshik haqida berib o'tib ketamiz. Profilimiz 65 3 kamerali profil. Gulli oynani xona ichkarisidan ko'rinishi juda ham boshqacha ko'rinadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Endi savol berishingiz mumkin. Oynani kvadrati necha pul, termo eshigining kvadrati necha pul? Termo eshigining kvadrat 1 kvadrat metr bugungi kunda 230, 240, 250 dollar atrofida framuga, ya'ni qo'shimcha petla tashqariga ichkariga bo'lib har xil o'ynab shu 250, 260 dollar atrofida chiqyapti. 220 chiqqan holatlari ham bor, bir qanotli bo'lsa. Oynani alohida hisob-kitob qilinadi. Oynani biz razmeri o'sha sizni eshigingiz razmerini oynachiga beramiz. Oynachi alohida gulini, summasini chiqarib beradi. Gulxo'y holatda nima uchun bu tomonga gulli qilindi, bu tomonda energiya? Sababi bu mehmonxona tashqaridan kirganda chiroyli gul mehmonxonada o'z aksini topadi. Xullas, ko'rib turgan profilimiz Sermo 65 3 kamerali parlament qoplamalari bor. Ochilish-yopilishlari xona ichkarisiga, petlalari 3 ta italianskiy qo'yilgan. Ma'lumotimiz rangi dubmokko rangi juda ham zo'r. Yondagi romlar esa 6000 trio ko'rishingiz mumkin. 3 kamerali bu ham padekonik pastashni profillar bilan birga 6000 tr 1 kvadrat metri 110-120 dollar atrofida chiqadi. Endi uyning dizayni bu tomonda bunaqasiga jami 6 ta rom ketgan. Romlarga e'tibor qilamiz, ko'rishingiz mumkin. Bu tomonda abmankadan foydalanganmiz, bu tomonda esa gulxo'ydan. Abmanka nima, gulxo'y nima? Ko'rishingiz mumkin. Bu rom tepasi bitta bo'g'ilib, pasti ikkiga bo'lingan, bir tomon ochilish, ya'ni ikki ochilish qismi. Yon tomonda mana dvaynoy mexanizm ham bor. 6000 tr ruchkasi Rotelux bronza qo'yilgan. Padekoniklar standart holatda. Mana bu tomonda qanot yo'qligi uchun bu kichkina, mana tomon katta turibdi. Endi shuni biz chiroyli ko'rinishligi uchun bitta chapga, bitta o'ngga olganmiz. Mana buni chap tomoni ochilsa, nariga o'ng tomon ochilyapti. Endi mana romni ko'rishingiz mumkin, fasad tomondan bo'lganligi uchun ikkita tomonda qanot turibdi. Qanot ikkita tomonda turganligi uchun tashqari tomondan juda chiroyli ko'rinadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Idealni. Mana bu xonaga o'tganimizda nima uchun abmanka deyapman? Mana qanot qo'yilgan, lekin bu qanotda ruchka mexanizm bo'lmaydi. Tashqaridan qaraganda juda ham chiroyli turadi. Mana ko'rishingiz mumkin, ikkitasi qanot turganga o'xshaydi. Ochilishi esa mana, bunda esa yo'q ochilish. Bunda dvaynoy mexanizm qo'yilgan mana. Yopilishi. Xo'p, 6000 tryonni kvadrat metr 120-110 dollar bo'lsa, mana abmankasi bilan 130 dollar, 135 dollar atrofida chiqib ketadi, ya'niki qo'shimcha qanot hisobiga. Dvaynoy mexanizmda ochilgan. Ideal holatda tepa framugalar mana bir xil holatda ketgan. Bu tomonda eshigimiz, bu tomonga guldan foydalanmadik. Bu spalni, bu tomonda o'zi abeshni o'tiradigan xona bo'lsa, mehmonxona bo'lganligi uchun gul qo'yilgan. Bunda esa shatlanka 08 lik terma 65 ta mana ko'rishingiz mumkin. Ideal holatda. Bu tomonda hammasini oynaga, gulli oynadan tashqari hammasini oynaga energiya tejovchi titandan bo'lgan. Xo'p, termoni gulsiz holatdagi kvadrat metri o'sha 250-260 dollar atrofida chiqadigan bo'lsa, endi gulli holatda bo'lsa, gulsiz holatda plus minus o'ynaydi. Endi nima uchun men narxni aniq aytmayman, sababi sizlardagi razmerni bilmayman. Sizlarda razmerlar bo'lsa, tashlasalarning pulni chiqarib beraveramiz. Xo'p, bu tomonda eshik uстановkalarida hammasi plankalar bilan bo'lgan. Nima uchun planka bilan o'rnatiladi? Eshik og'ir, o'rnaganda moshina o'rnamasa, keyin qiynaydi, regrovka bermaydi. Bu tomonda ham xuddi shunaqa. Mana ko'rishingiz mumkin, yorug'lik uchun juda ham chiroyli. Abmankalar tashqaridan ham ko'rsatishga harakat qilaman. Ochilish-yopilishlar idealning, nozibda tashqari tomondan obzor qilamiz. Eshikning ochilish-yopilishini baho berasiz. Bu tomonda ham mana eshik ochilish-yopilishi. Ideal. Mana endi abmanka bilan mana holatda ko'rishingiz mumkin mana. Ikkita tomon mana qanot, tepasi framuga. Bunda ham xuddi shunaqa ikkita tomonda qanot, tepasi framuga. Ideal. Endi abmanka bilan abmankasi holatdagini yon tomondan bitta solishtirib ko'raylik. Ya'ni buyurtma qilganingiz abmankasi qilsam qanaqa bo'ladi? Ya'niki qanotsi qanot bilan. Mana bunda bir tomonda qanot yo'q. Mana unda qanot bor. Albatta mana juda ham bir boshqacha ko'rinadi ko'rinishi. Ya'niki lo'g'it turadi. Energiya tejovchini titanni baqa ochidan qo'yganmiz. Buni to'qi ham bor. Mana shunday holatda, xudo xolisa buyurib qo'ying, bitgandan keyin faslda chiqqandan keyin yana bitta obzor qilishga harakat qilaman, ko'rishingiz mumkin. Ideal. Agar sizlarga ham xuddi shunaqa sifatli ish romlar kerak bo'lsa, Sadi TV kanaliga bog'lansangiz, o'zimiz chiroyli qilib beramiz. Bizni kuzatishni davom etinglar.